Bayam sizden sorsakmış, yani qanday o'qitlaymasakmış. Daraxtni 2 metrlab qo'ymayman dedingiz. Bu 2 metr nima degan vaqtingiz? 2 metrni ma daraxtni tacisi olgan ekan. Tinistiriz qo'ysam 2 metr kelgan. Ha. Yıldız şu yerda bor deb o'ylab, endi qolayman degan. Unda biz naq maydon kodab ko'kizib qo'ydik sizga. Amir boshqa to'rdagi bosh do'stlarimiz ko'rib olsin. Ketmanni. Bo'ladi. Undaqda shu ko'lashni ko'laymiz, mana shunda qap o'tirdim. Unda maydon kodab bo'ldik, be nechilik o'g'it qo'ymiz ko'rib qanaqa. Bo'ladi. Bizniki mana tuproq do'stur o'g'itimizdan 3 kilo dedik. Shuna salsak bo'ladi, bir tupki. Bu o'g'itimizniki alayimligi bo'lsa, mush tuproqdagi shu ximiyalik o'g'itning qoldiqlarini tozalaydi. Ananiki foydali bakteriyalik o'g'it. Ananiki mal 3.7 o'g'itimizdan. Shimininki yil soni qarab turib, shundan 10 yillikdan oshgan shimiylarning bo'lib qolsa, 1 kilodan yuqori 1,5 kiloga vaqti bersangiz bo'ladi. Agar uni tuyon bo'lib qolib qolsa, 7 yillik shimiy bo'lib qolib qolsa 700 gram. Her yıl sağına qarab 100 gramdan şuna qo'shib qo'ysak bo'ladi. Shunga o'g'itlash usuli mushu, ximiyalik o'g'itga bek qaynamanmay, organik o'g'itni ko'p ishlatishni tavsiya qilamiz. Men chichib bo'lgandiga qanaqa usul qilamiz? Ketman aralashtiramda yo'qmi? Aralashtiramiz. Buning kanligi 50 sm bo'ldi ekan. Cho'nqurligi necha bos bo'ldi? Kanligi 50 cm, cho'nqurligi 35-40 cm bos bo'ldi. Ash chashim yıldız chiqdi-ku. Şu atrapda bos bo'ldi. 5 yildan yuqoriroq shunami? 5 yildan yuqoriroq. Mesela her 500 gram 5 yillik shimiy bo'lsa, ashuna ishlasak bo'ladi. Ximiyalik o'g'itni bek jiq ishlatishni tavsiya qilmaymiz. Bakteriyalik o'g'it yoki organik o'g'it, shunami? Sizni savol so'rama, ishga o'g'itni soldik. Ma o'g'itni qanday ilmit va o'g'itni qanday qanday ilmit va ansizlik qo'yamiz. Endi ma o'g'itimizning tarkibida buni har gramda 1 milliard foydali bakteriya bor. Mavi nimish tuproq ketib ketdi shundami? Nimish ximiyalik o'g'it jiqsiz unum bo'lmaydi, ama tuproq foydali mikroorganizmlar qolmadi. Shu ma'ni to'liqlab beramiz. Tushundingizmi? Tushundim. Ma'niki organik tarkibi 30%, anoniki buningda ma angiosen, fujisan deydigan, shunday model qo'shaqliq. Buningki muhim narsa, ma'ni damsak bo'lmaydi. Shunga bag'ilni o'g'itlagan vaqtida ma'ni asosiy o'g'it qilamiz, ma'ni qo'shimcha qilib beramiz. Mesela mağarada 3 kilo versek anladığımız mağı bak neçe yıllık olgan mağı? Ma 9 yıllık olgan boz mesela 1 kilo etrafı verdik şunda ama şu an mağını az birimiz. Mağını yıldan yıla az birimiz. Şöyle az mı? Bak tüprakla önümdarlığını aşırdı mağı oldu. Mağını çıkarak birimiz. Anladın mı? Ximiyalik okunu az işletsek mi buldu? İkinci sualım. Ma 3.7 oğut bulto peyda oldu. Şimdi bulto 3.7 oğutla ma oğutun yadik ilmitte. Nerede fayda? Hem de mavi 3.7 o'g'itadi bazar jiq shunda ama ma'ni o'xshamasligini deb birinchidan mavi sap kaliy sulfat ko'rdingizmi? Mavi maqarma tushunliysan deb ba'ma'noda. Sap kaliy sulfat. Anoniki ma'no tarkibida zinek, temir, gungurt, bor deydigan mush mevalik daraxtga ehtiyojli bo'lgan mineralli moddalar bor. Buni o'xshamaydigan yeri shu. Shu menda o'g'it setib olgan vaqtida mush yerga diqqat qilib setib olsangiz bo'ladi. Shu mevalik daraxtliga mushundan moddasi bor o'g'itni bersak biz şu modelni to'liqlab beramiz. İkinci sualıma vaqt berib oldim. Ma o'g'itni chechak o'g'itidan bersak bo'lamdi, bo'lmamdi? Demek ertez vaqti. Ertez vaqti tiz eriydigan, bizning sepib beramiz. Ertez vaqti bilan ko'lab beramiz. Ma'niki tiz eriydigan oyana. Tiz eriydigan sepib bersak bo'ladi. Tushundim. Şu an o'g'itlash to'g'risida shunday bo'ladi. Qolgan so'raydigan savolingiz bilan aloqalashsa bo'ladi. Telefon 138 409 13 01. Unda esa mayani o'g'itlagandan keyin 48 soatda cho'qim sug'urish kerak ekan. Agar 48 soat sug'uramay qolsangiz, mushun tubiga azroq sug'ib namdab o'g'itni eritaqandan keyin dumlasangiz bo'ladi, ha? To'g'rimi? To'g'ri. Ishla qilsak bo'ladi. Tunchang mashinamizda dorchachada endi qo'qmasa bo'lamdi. Ayni demak, uningdek maqsad endi o'g'itni eritib yutish. Erisi bo'ldi. Ha, uni suv olsak yaxshi. Agar suv ochanmaydigan sharoitda ajnaq qilib bersak bo'ladi. Agarda sug'urish imkoni bo'lmagan bo'lsa, mushun tubidan namdab o'g'it ergandan keyin dumlab qo'ysak bo'ladi. Kümbetimiz. Ma'noda o'g'itlab, cho'qim 2 kun suv ichishimiz kerak. Agar suv yo'q sharoitda siz degandek ashla qilib bersak bo'ladi. Shunga kunbasak bo'ladi. Suv yo'qda deb mana baqadigan vaqtni o'tkazib yetishning hojati yo'q. Ashla qilsak bo'ladi. Bo'ldi. Yana bog'bonchilikda qanday texnik masalalarga uchrayapsizlar? Agar qanday masala olib qolsa, pinlarni yozib qo'yinglar yoki bizga telefon qilsangiz bo'ladi. Birlik o'rtoqlashamiz. Biz telefonda yoki bo'lmasa naq maydon berib sizlarga maslahat beramiz, ha? Telefon nomerimiz
18 5 9 45 21.